Qani matga salafani olamaga yangi velosipedni ilib qo'yibsizlar. Nimaga bu? Matga yangi velosipedni ilib qo'yibsizlar. Yerga qo'yib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Nimaga bu yilni? Nima? Halqami? Bu nimaga ilasizlar uni? Ekilari? Uni usha olsa nima bo'ladi? Velosiped. Bir yo'li velosipedda kelib ketaveradi qarmoqlarni. Quruq uydan chiqsa bo'ldi ekanda. Zo'r ekan, zo'r ekan. Qayerda endi ana shu baliq? Nechta undan? 2 ta. 3 ta qilamiz bu narsani. Velosipedda ya? 3 ta qilamiz. Shuni 4 ta qilinglar, biz kompaniyada 4 kishi. Barakalloh, zo'r. Chiqyaptimi? Odamlar yutdimi? Yutyapti, har kuni musobaqamiz bor. Kim og'irga tifal, termos, har xil narsalar beramiz. Sovringa qo'y qo'yibsizlar-ku? Ha, qo'yimiz bor. Qachon o'yini? 9-kuni. 9-kuni. 9-noyabrda. Ha. 9-noyabrda qo'y. Bir 10 millionlik qo'y bordir, ha, men ko'rdim. Bor. Ha? Bitta shaqini sindirib qo'yibsizlar-ku, ha? Buni ham belgisi bor-da, shahar. Ha, zo'r. Asha qo'yni yutganidan kelaman. Ha, keling. Xo'pmi? Xalqasi qanaqa? Tilla. Tillami? Rostman tilla xalqami? Bu xalqani ham berasizlarmi? Yo'q, xalqi qoladi bizga. Ha, uni o'rniga velosipedni olib qolib, tilla xalqani bizga beraveringlar. Biz rozi bo'laveramiz velosipedni. Bo'ldi, sizlar uchun qilamiz. Ha. Kelinglar. Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar, tuzimsizlar, tinchmisizlar? Sizlar ham yutuqqa keldinglarmi? Ha, yutuq eshitib sig'adi. Yutuqlari bor ekan, ana velosiped iliniq, komplekti iliniq qarmoqlar bilan. O yoqda qo'y bor ekan. Qo'yni qo'rada ko'rib keldim. Yutganga qo'y 6 millionga yaqin ekanda qo'y ham o'zi.